Uxlashdan burunqi 1 soat vaqt bolaning butkul hayotiga ta'sir ko'rsatadi. Birinchi, birlikda kitob o'qish. Bu ota-ona bilan bolaning hissiyotini kuchaytirib qolmay, yana bolalarni kitob o'qishga amr qilib, madaniyat safhasini yuqori ko'taradi. Ikkinchi, oddiy holda shu kuni yuz bergan ishlarni eslab chiqish. Bu usul bolalarning jismoniy va ruhiy jihatdan ozod his qildirib, as saqlash iqtidorini yuqori ko'taradi. Uchinchi, atlik plan tuzish. Buningda dastlabda ancha astoydil bo'lib ketmasin bo'ladi. Faqat bolani ati nima ish qilishga yetaklasangiz, vaqt uzargan sari bolada bir xil planlash odati shakllanadi. To'rtinchi, bolani taqdirlash. Bolaning uxlashdan burungi kayfiyati intayin muhim bo'lib, ota-ona bo'g'ichi bolaning yaxshi qilgan ishlarini tepib chiqib, muvofiq taqdirlaganda bolaning to'g'ri xato qilgan ishlarini farqlantirish yangi kuchaydi. Shundaqla o'ziga bo'lgan ishonchi oshadi. Farzand tarbiyasi to'g'risidagi texnik ko'p mazmunlar qaltisida. Boshbatdagi 6 salonni qo'shib olishingizni tavsiya qilaman.